Hammalarga assalomu alaykum. Hamida avtobunachilari. Diqqat markazingizlarda Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC. Moshlamizda Patklюш O'zbekistonga rastamoshkasi bilan birga nechta pulga tushishi hamda texnik holatini shu videoning o'zida aytib o'tib ketaman. E'tiborlar markazida Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC. Moshlamizda 2518 ishlab chiqarilgan 5528 km masofani bosib o'tgan. Kraskasi absolyutno top-toza, umuman urilgan, qilgan joylari yo'q. Xo'p, bu eng prostoy variantdagisi bo'ladi. Prostoy variant degani nimasi? Koreyada ikki xil bor. AMG Premium bor, ikki mana bunaqa AMG ning o'zi bor. Bunda nimasi o'zgaradi? E'tibor berishingiz mumkin. Mana shu radiator oblitsovkasi bunda xrom rangda bo'ladi, ikkinchi eshik moldinglari plus rul ham buni oddiy eksklyuziv variantda bo'ladi moshinamizda. AMG linelarda polniy mana shu molding, oblitsovka plus rullargacha AMG stilda bo'ladi. Buni rastamoshka qilib bo'lmaydi, ulgurmaymiz deydiganlarga bitta zo'r gapni aytaman. Yangi qonun chiqqan O'zbekistonda agar mashina yo'lda bo'lsa, sertifikat происхождения, eksportniy deklaratsiya plus BL sertifikati bilan mashinani o'zi yo'lda kelayotgan paytini o'zida 1 yillik rastamoshkani o'zida qilsanglar bo'ladi. Glavnisi mashina 8-oydan o'tib ketmasa bo'ldi kelganiga. Atak mashinani biz hozir buni 16-chisilovchi bitta mashinamizdagi joy bor konteynerda. O'sha bilan jo'natadigan bo'lsa agar uzoq bilan 8-oyni 10-15-larga ham kirib boradi mashina. 1 oydan ham oshmaydi. Mashinaning funksiyasini ham aytib o'tib ketaman. 4 eshik, бесключевой доступ, доводчик, пылесоска плюс бурмейстер акустика, хромовые элементlar, деревянная вставка, 4-зонный климатный контроль, мультимедиа руль, head-up дисплей, информационный табло, центральный тачпад, плюс tomlargacha panoramali lyuk, orqa o'zini alohida klimat nazorati hamda orqa o'zini alohida touchpad. Plus bu mashina 3-qator o'rindiqi, umumiy hisobda 7 ta o'rindiqi bor. Eng qiziq joyi mashinamizning narxi Patklюш $138,000 ga qilib beramiz. Agar kimga qiziq bo'lsa aloqa ko'ringlar. Mashinalarni o'zi 16-silovchi yo'lga chiqadigan bo'lsa agar uzog'i bilan 15-ga ham qolmasdan kirib boradi O'zbekistonga. Agar kimga qiziq bo'lsa aloqa ko'rasizlar. Hamida avto xizmatlarida joningiz omon bo'lsin.